Assalomu alaykum, Bahodir Rus kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga juma 2026-yil 13-fevral. Hammanglarni Saidul ayyom juma bilan tabriklab qolamiz. O'qigan namozinglar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Toshkent viloyati Parkent tumani Qo'shshukur mahallasiga keldik. Hurmatli obunachilar, Bobur ko'chasida Farruh akamning xonadonlarida ikki bosh yaxshi niyatda boqib qo'ygan buqalari bor ekan. Shuni video obzorini olib beramiz. Yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahir rohmanir rohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Farruh akam o'zlaridan olib beramiz. Aka, hormang. Assalomu alaykum. Bahodir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. Bugun obunachilarimizga nimalarni chiqazib beramiz? Ikki bosh boqqan buqamiz bor edi, shularni sotuvga qo'yamiz bugun. Hurmatli obunachilar, haqiqiy dehqon e'tibor berasizlar mana, o'zlari olib boqqanlar mana. Ko'rganda mashalloh deb ketasizlar mana. Xo'p, men bu birinchisidan boshlaymiz. Kurechini buzganmi, akam bu? Bunisi 22 oylik kurechini buzgan. Kurechini buzgan. Mana orqa korobkalariga ham ko'rsatib beramiz. Chiroyli ratsionda boqilgan ikkalasi ham mana. Qachon oluvdingiz aka bularni? Bular avgust oyida olingan. Avgustdan beri olgansiz, yemda yotibdi, chiroyli ratsionda mana. Yukiga ham hisobi bor o'rtoqlar. Mana o'zingizlar ko'rib, sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Bo'yini balandliklari qancha chiqib qoladi aka? 1.48 ga 1.50. Ha, metrga solgansiz o'zingiz uchun. Solganman o'zim uchun. Kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'i ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar. Bunisi mana kurechini buzgan. Badani ham chiroyli to'lgan mana. Xo'p, ikkinchisi simentalga gibrid ekan bu. Simentalga gibrid. Kurechini buzdimi, buzmadimi bu? Bu 17 oylik bo'ldi bu buzoq. 10 oyligida olingan, 7 oydan beri boqiladi. Lekin zotga ham xudo xolasa yaraydi bu. Zotga yaraydi xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, hali kurechishlarini buzmagan. Bo'yini balandliklari 1.50 qo'yamiz. Kam emas do'stlar, kelganinglarda o'zingiz uchun ko'rib olasizlar mana. Simentalga gibrid o'ta kuchli. Zotga ham tavsiya berib qolamiz. Xo'p, mana. Aldab boqilmas ekan. Shirot, paxta shiroti mana. Chiroyli ratsionda boqilgan. Kepay bug'doy. Yukiga ham hisobi bor, hurmatli obunachilar. Mana o'zingizlar ko'rib, sifatiga bahoni berib qo'yasizlar mana. Yedi ishda tani joni sog'ligiga garantiya beramiz, bir hafta. Garantiya beramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qatdan mol olsanglar ham yedi ishlarni ko'rib, sinab olishlarini tavsiya berib qolamiz. Mana simentalga gibridimiz. Zotga ham tavsiya beramiz mana. Tani joni sog', xudo xolasa olib dalshi boqsanglar ham xudo xolasa tonnali bo'ladigan variantlar. Endi Farruh aka, bularni maqsad sotish. Sotish. Endi aka yopishtirib sotadigan qilib aytavering buni, bir reklama qilib, bir baland narx yetishamasdi aka. Rasm maqsad sotish bo'lsa, yopishtirib aytavering. Nech puldan qo'yamiz aka bularning narxini? Bahodir aka, gibridimizni 45, narigisini 43 qo'yamiz aka. Mana bunimiz kurechini buzgan, 43 million kami bor. Gibridga 45 million kami bor. Hurmatli obunachilar mana. Aytilayotgan pulni hammasi olib qolinmaydi do'stlar. Savdo sunnat. Mana. Sifati to'g'ri keladigan bo'lsa, telefon qilib savdosini qilib ko'rasizlar mana. Jupiga bo'lsa, yana ham yengilroq bitirib beramiz agar ikkalasi bir joyga bo'lsa. Xudo xolasa. Mana badani ham zo'r, hurmatli obunachilar, yukiga ham hisobi bor, ikkalasi ham mana. Lekin mana simentalga gibridni dalshi boqish kerak, endi bu go'shtga uvol ketadi do'stlar mana. Onlayn savdolarimiz bor, ha? Xudo xolasa. Dastavkani qatgacha qilib bera olamiz aka. Dastavka kelishilgan holatda dastavkalarni qilib bera olamiz. Kelishilgan holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar, dastavka xizmatlari mana. Molni sifati, puli to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, bu dastavka muammo yo'q, juda zo'r bo'lsa, pullardan o'tib beriladi mana. Simentalga gibridimiz ham nihoyatda kuchli do'stlar mana. Uzun. Zotga ham tavsiya berib qolamiz, hurmatli obunachilar mana. Bir hafta 7 ishlariga garantiya beriladi. Qatdan mol olsanglar ham 7 ishlarni ko'rib, sinab olishlarini tavsiya beramiz mana, hurmatli obunachilar. Farruh aka, endi bularni ratsioni qanaqa ratsionda boqildi?
Shirot beriladi, Aha. bug'doy yorma beriladi, kepa qo'shib beriladi. Pishiq boqilgan ekan, Pishiq. hurmatli obunachilar mana. Lekin badanlari ham zo'r mana. Lekin 17 oylik hali kurechini buzmagan gibridimiz ham o'ta kuchli ekan mana. Hurmatli obunachilar, mehnat yotadi orqasida, shunchalik shu holatgacha keltirib boqishligi o'zi emas. Chorvani ichida yurgan insonlar biladi. Farruh aka kecha kunda Bo'g'oz Ukrainaga chiqazdik. Endi rizq Allohdan 53 millionga baraka bo'lib ketdi. Hozir Olimjon degan ukamizni xonadonidan chiqazgandik. Ortilish jarayonlarini ham aka sizga videosini tashlab beraman. Bir ikkita kommentariyada yozilgan fikrlarni ko'rib sal odam g'alati bo'ldi deydi. 40 millionga ona bola beryapti-ku deb. Endi bu bilan nima demoqchi biz, hurmatli obunachilar? Har bir inson o'z fikrini yozishga haqli, lekin bozorni ham ko'ryapsizlar, to'g'ri kelmaydigan bo'lsa indamasdan, ko'rmasdan ham chiqib ketsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi shunchalik mehnat qilinib video syomkasini olyapmiz. O'zi bo'lmaydi, shu holatgacha bundoq hisob kitob qiladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, shu holatgacha keltirib boqishlik o'zi emas. Shunchalik mana boqib qo'yibdi. Hurmatli obunachilar, 45 millionga 40 million qo'ydik. Kimgadir puli to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Farruh akam o'zlari samimiy inson ishinglarni bitirib beradi, hurmatli obunachilar mana. Bahodir Uz kanali gruppamiz bor, lokatsiyalarni tashab qo'yamiz, o'tib bemalol olishinglar mumkin. Mana hurmatli obunachilar, onlayn savdolarimiz ham bor. Imkon qadar kelib tepasida ko'rib olishlarini tavsiya beramiz mana. Ikkalasi ham tanijoni sog' olib dalshi boqaman desanglar ham tushiradi har tomonlama mana. Farruh aka, sizni ham chorvangizga baraka. Rahmat. Bozoringizni bersin. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqsa layklarni bosib, kommentariyada otangga rahmat deb yozib ketasizlar, hurmatli obunachilar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.